Go'zallik va nafosat bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni oldidan hududlarda ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Unda muhtaram onalarimiz, mo'tabar opa-singillarimizga ehtirom ko'rsatilib, konsert dasturlari namoyish etildi. Mamlakatimizning bugungi rivojlanishlar jarayonida Guliston tumanidagi xotin-qizlarning ham alohida o'rni bor. Jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol bo'lib, fidoyilik bilan mehnat qilayotgan xotin-qizlarga bayram munosabati bilan ehtirom ko'rsatildi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol deb nomlangan bayram tadbirida tumandagi barcha tashkilot muassasalaridagi tashabbuskor xotin-qizlar taklif etildi. Bayramda hududning rivojlanishi yo'lida bor salohiyatini namoyon etayotgan xotin-qizlarga tuman hokimligining 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirilib, esdalik sovg'alari topshirildi. Hozirgi kunda Guliston tumanimizda 40 mingdan ortiq ayollar bor. Asosiy drayverlarimiz ayollarimiz qishloq xo'jaligi, pillakorlar, paxtakorlarimiz bor, tomorqa qilayotgan ayollarimiz bor. Mana Sayxunobod tajribasi bo'yicha juda ko'p mahallalarimizda o'sha issiqxonalar qurildi. Ayollarimiz o'zini o'zi band qildi. O'sha Sayxunobod uychi zarbdor tajribalari joriy etildi. Bundan tashqari tikuvchilik yo'nalishida, qandolatchilik yo'nalishida mana prezidentimizning 112-sonli, ya'ni xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha juda ko'p ayollarimiz tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kreditlar olishdi. O'zlarini kichik ishlab chiqarish korxonalarini ochishdi. Bu bilan juda ko'p ayollarimizni bandligi ta'minlandi. Ta'kidlanganidek, bugun mamlakatimizda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan xotin-qizlarga alohida e'tibor qaratilib, keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bundan samarali foydalanayotgan munis opa-singillarimiz ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik, qo'yingchi barcha sohalarda katta yutuqlarga erishayapti. O'zbekistondagi jamiki ayollarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan muborakbod etaman. Ilohim ayollarimiz hamisha o'z o'rnini oilada ham, jamiyatda ham, ko'cha-ko'yda ham o'z o'rnini topsin. Chunki ayol bu ona, ayol bu opa-singilimiz, ayol bu bizni yonimizdagi yo'ldoshlarimiz. Ilohim boshlari omon bo'lsin. Bahor bayrami go'zallikni, ona vatanga bo'lgan mehr-muhabbatni ulug'lovchi kuy-qo'shiqlar bilan yanada zavqli o'tdi. Tadbir ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlash maqsadida viloyatimizning taniqli san'at ahli tomonidan sho'x qo'shiqlar ijro etilib, barcha davrada raqsga tushdi.